نور النكاح أضاء القلوب، نور النكاح أضاء القلوب، بأمر الإله الغفور الشكور. بارك الله لكما وبارك عليكما، وجامع بينكما في خير وسرور. بارك الله لكما وبارك عليكما، وجامع بينكما في خير وسرور. يا ليلة زانت بها الأيام وتحققت. Vallahi kızlarım, hammeler kuş kepsizler. Bugün bana toyumun azaldığım çakadesilerini benimle oynayıp külüp, işte kelin köy adı baktılar. Yaşı oynayıp külüp, dam alıp getişler kursanız. Hammeler tüçörüm. Hammeler gelecek ileride baksa oturuyamaslarga ham, şu kızlarımız qatorida ham baxtli, taqli bo'ylar qizlar, bolalar sizlar ham chiroyli bo'lib borgan joylar tinch bo'lib yuringlar. Xonadon sizlar ham o'ynab yurishga nasib ro'zalar. Shu qizlarimiz ham baxtli, taqli bo'lsin. Yaxshi kunlarda xursandchilik doim yuringlar. Orzu, havas niyatidan Alloh sizlarga ham bersin. Barakotli bo'lib yuringlar. Alloh. بجمالها الأحلام عقد شريف بالوفاء موثق، تزهو به الأرواح والأنفس. Beyga aziz mehmonlar, bizi bolajonlarimiz, o'g'il qizlarimiz, nevaralarimiz, Xudoyim sizlarni kelajaginglarni porloq qilsin. Alloh taolo kelajaginglarni chiroyli qilsin. Orzu havasli bolalar, qizlar bo'lib yetiringlar. Shu holimizda shu qizimizni, nevara qizimizni turmushga beryapmiz. Sizlar qizlarimizni shunday singari chiroyli kuzaylik ko'plashib. Bolalarni chiroyli kelinlarga uylab, chiroyli qizlar bilan baxtli qilaylik inshaalloh. Doim omadinglar bersin. Shu 2 yosh baxtli bo'lsin, baxtli bo'lsin, omadli bo'lsin. Borgan joyda chiroyli o'zlaridan ko'payib juvali bo'lsin. Ota-onalarga mehr oqibatli bo'lsin. Sizlar ham katta bo'linglar, uylaninglar, turmush hayot kechiringlar. Doimo yaxshi kunda shunaqa biz ham katta bo'lib, duo bo'lib, oqsoqol bo'lib, duo qilib turishga xolos nasib ro'za aylasin. Aman bo'linglar, kelajaginglar porloq bo'lsin. Allohu akbar, rahmat. Alloh suygan dasturxon degan ma'noda boshlaganmiz. Ya'ni bu dasturxonlar faqat boylar bilangina, qonun to'g'rilar bilangina o'tmasin, mana shu to'y kunlar. Shunga o'xshagan ota-onasi o'tgan, muhtoj oilalardan bo'lgan farzandlarni ta'minlasin degan maqsadda boshlangan. Mana 5-6 yil bo'ldi, inshaalloh bu ishimiz davom etib kelyapti. Alloh taolo ajringizni va siz aytmoqchi mana shu bolalardan buyuk insonlar. Isming olamni yaratgan Alloh taologa hamd va sanolar, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlar bo'lsin. Allohim har bir zarracha qilgan yaxshiliklarni ajr savobini inshaalloh qiyomat kunida arshning soyasida turishlikka nasib aylasin. Allohim bizlarga bu dunyoda ham, oxiratda ham yaxshilik bergin. Bizlarni dozoq azobidan saqlagin. Alloh qalblarimizga hidoyat ber. O'zingdan o'zgaga muhtoj qilma. Bizlarni haloldan rizqlantir. Alloh bizga foydasi tegmaydigan ilmdan, yomon fe'l-atvordan va nafsoniy orzulardan o'zing saqlagin. Amin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya robbal Xush kelibsizlar. Sohil ehsonlarga, to'y egalariga nima deymiz? Yana bitta. Yaxshi eshitmayapti, yana bitta.